48 gektar yer, 4 million 200 ming so'm. Ishonasizmi? Andijon, Buxoro, Samarqand, Chorvaga yana yangilik. Bizni aziz kuzatuvchilarimiz uchun Andijon viloyati Marhamat tumani 4 million 257 ming so'mga, xo'sh, 48 gektar yer, 4881 sotig'ini tashkil qiladigan 30 yilga ijara hamda bino inshootlarini qurishga ruxsat berish lokatsiyasi haqida mana qisqacha ma'lumot berib o'taman. Mana shu joylardan ajratiladi. Xo'p, ana endi Andijondan keyin Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida 410 million so'm boshlang'ich baho bilan qo'yilgan. Juda ham qimmat. Ha, sababi yer juda ham katta, 61 gektar. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, bu yaylov yerlari emas, sug'oriladigan joylar, sharoiti yaxshi joyda joylashgan, aholi juda ham zich joylashgan. Mana ko'rib turganingizdek, Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Qoratosh mahallasida joylashgan. Boshlang'ich bahosi 2 million 393 ming so'm azizlar. 2 million 393 ming. Chorvachilik yo'nalishida 9 gektar 80 sotig'ini tashkil qiladi. Bu yerda ham inshootlar qursa bo'ladi. 30 yilga ijara. Mana lokatsiyasi. Xo'p, mana shu ko'rib turgan joyingiz mana. Ko'rib turibsiz, yam-yashil bo'lib turibdi. Hurmatli obunachilar, Andijon viloyati Andijon tumani, Andijon viloyati Marhamat tumani, Buxoro viloyati G'ijduvon tumani hamda Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani. Men aytib o'tgan joylardan faqat auksionga yerlar chiqdi. Qolgan viloyatlar esa asta-sekin chiqishni boshlayapti. Aytilgan tumanlar bo'yicha yerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Va Telegram orqali murojaat qilsangiz, sizga lokatsiyasi haqida ma'lumot beramiz, narxlar haqida ma'lumot beramiz. 21-asr ko'chmas mulk agentligi ishonch bilan qurilgan kelajak. 1832 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling.